Va nihoyat bir hafta deganda qizlar bilan aylanishga chiqyapmiz. Toshkentga kelgandan beri birinchi marta aylanishga go. Sizlar bilan tayyorlanamiz. Ertalabdan kechgacha ish bo'lib, hech makiyaj qilishgan vaqtim bo'lmayotdi. Bugun zo'r qilib makiyaj qilamiz sizlar bilan. Bir hafta deganda aylanishga chiqishga kelishganimiz uchun ashuni tantanasi bilan kanalga qo'yaman. Kuttirishga usta bo'lganimni hammanglar bilganinglar uchun sizlarga bitta savolim bor. Hozir meni nechta odam kutib turibdi deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar o'zingizlarning fikringlarni. Oshiq bo'lar edim yana o'zingga degan qo'shiq shu Rumiyana uchun aytilgan. Prям oshiqman, dalcha oshiq bo'laman. Juda go'zal rangi, osib ko'rasizlar ham. O'rtog'im bunasi osib yubordi hozir, basharamga tegishga sol qoldi, mayli. Kechirdi. Pushti kiyimimni kiyishga qaror qildim, shuning uchun yaxshilab pushtoy bo'lamiz. Yaltirash bizning ishimiz, shuning uchun tezda yaltirab olamiz. Bo'ldi mana. Qizlar bo'la qolgan. Bo'ldim. Bo'la qol. Bo'ldim ketamiz hozir. Qafa qoshimizni tepaga xursand qilib qo'yamiz hozir. Yaltiraymiz. Pushtidan qo'yaman faqat, chunki bugun pushtoy bo'lyapman. Chunki kiyimim pushtoy. Kosmosdan ko'rinadigan bo'lib yaltirab olganimizdan keyin labimizni bo'yaymiz. Nima bu go'zallik qizlar? Ko'proq shunaqa videolar uchun profilimga obuna bo'lib qo'ying. Men kiyinib ketdim. Hozir meni kutib turganda qarg'ab borishi mumkin. Nima bu go'zallik qizlar? Men tayyorman. Men endi ketdim. Bizga yaxshi aylaning. Sizlarga esa xayrli kech. Paka.